Assalomu alaykum, hurmatli O'zbek TV'ning ko'ruvchilari. O'zbek TV kanalining bu dasturiga xush kelibsiz. Biz bugun Qaratana qishlog'iga kelganmiz va bu qishloqni yashovchilari qanday bir holda yashaydilar sizlarga ko'rsatamiz. Almor tumanida joylashgan ushbu qishloq haqida ko'proq ma'lumotlar uchun dasturimizni kuzatib boring. Men otim Mamadun Bardi Qaratanadan bo'laman, Qariya Qaratana. Bu taqriban vallalam bir 500 uy keladi, 500 dan balki ko'proq. 7 masjid. Bular suv olib keladi, soy mana yana o'sha narki Qariyadan. Bu yerga bir quduq bor edi, quduq ham unda bir suvi ham yo'q, suv quduq ham xarob bo'lgan. Agar xarob ham bo'lmasa, quduq imkoniyati yo'q, suv bermaydi masjid millatga. Ya'ni ko'pala mushkil gapiz, shu suv maqsad suvni qo'lidan ko'p mushkil gapiz. Fikr qilinga yarim soatlik yo'l keladi piyodaga. Suv olib keladi bali. Mana qarab to'xtan shu yerdan Gulizga yashay, mutur, mardim musulmonlarning shu hammasi faqat shu suv bo'lib qolgan ularni. Ko'p azob qabzo, inta oxir. Hatto ichkida suv yo'q, bor masjid jomiga ishaman desa suv yo'q. Bu joyda o'ziga maktab yo'qsa, bu maktabda yana ketadilar, yana bir qariyaga shundoq. Banomoqim bo'va deydi o'rga. O'shaqdan mayda bachalar ketib keladi. Yo'q, maktabga yo'q. Klinika ham yo'q. Ular yo masalan viloyat ketadi, Maymanaga, Foryovga, yo ichki bozor ketadi. Bozor ham taqriban muturga bir 20 daqiqalik yo'l bor. To borib kelasiz, ana bir biron soat darbar oladi. Piyoda kelsangiz, yana sa'at kelsangiz to'pkaylar qaytib kelasiz. Mardim ham bir soatda bir dehqonchilik, yana boshqa bir kor kosiblik ham berga boshqa yo'q. Shukr alhamdulillah, bozam jon-jo'ylik, shukr dargohiga maqsad xishtonlik degan bu fazli ilohiy necha yildan beri. Chavollar ham mana biroq Yeron edi, Yeron ham bundoq falaj bo'ldi yo masalan xorijlarga edi, bular ham mana hamma bizga ma'lum gaptiga bu Ironni gapi ham. Bu yerga kelsa mana bir dehqonchilik kifoyat ham qilmaydi hech narsaga. Yo'li saray ham bundoq bir saray ham yo mana shuni jag'alantozlik masalan majburiyatlikdan hattoki shu qam qilgan o'zi qilgan qam. Yo'li saray mana shu pulchaklar mana shundoq mushkullar ko'p bo'ladigan. Buni mushkul degani mutar majburki bu xeyli mushkul bilan borib kelamiz bizlar. Barq yo'qda, barq bo'lsa bir masalan odam bir qadam ilgari qo'ysa chib etar degani barq yo'qliqdan qancha shod tovolga inqilob edi yana yo'q edi. Bu ham shod bir ta muzoyimatlik qilsa edi yo. Fazlan peylangan fazli xudona bir chinga orom balki umid qilamiz kelsa deb. Inshaalloh degan umid qilamiz, xomoxo barq kelsa bir yaxshiroqsin dalik qilsay. Yo masalan mana shu quduqlarga barq bo'lsa shod suv ko'proq chiqsa. Yo ba'zi zindaliklar bor, mushkulotlar rapi bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Men Ustod Abdulbasir Muborizman. Viloyat Foriya Uluspoliya Almordan, Qariya Qaratanadan bo'laman. Falan shu yerga kelibsiz, xush kelibsiz. Shu Qariya Qaratanaga zindaglik qilaman shu yerga. Taqriban Qaratanaga bir 400 avli bor. 400 avli zindaglik qiladi. Falan bu mardim dehqonchilik bilan masrufda. Boshqa ish kori yo'qda, shu dehqonchilikka sargardonda. Dehqonchilik shu kishda foliz qiladi, bu yil foliz ham badvaqtona yaxshi bo'lmadi, ko'p. Mana qarang, ko'rsatsak, yaxshi folizlar bo'lmadi bu yil. Suv kamitli suv bor edi. Biraqini qurtib ketdi. Bu yil shu folizlar yaxshi bo'lgan vaqtda. Bug'doylar ham qablan u yillarga qaraganda bug'doylarning ham uncha mazasi yo'q edi. Chunki suv kamitli suv degani shu suv bo'lmasa bo'lmaydi. Chun bug'doylarning mana shu mazasi yo'q edi. Bu mardimni ko'rasiz, hammasi dehqondi, boshqa kasb-kori yo'qdi. Aysamki shaharga yo bozorga kasb-korlik desam yo'qdi, faqat ana shu dehqonchilik ustida tavushi bor mardimni. Maktab uzoqda, javollar bexi borarga imkoniyat ham yo'qdiki, borib kelsa masalan 1 soatlik yo'l bozor joy qishloqdan uzoqda.
badbaxtona maktabim qishloqqa yoqdi-ku, mardum borib u yerga dars o'qib kelsa, birontaki motor osoyli bo'lsa boraladi, bo'lmasa javonlarga aytamanki, buradan borib kelaman desa borolmaydi. Klinik ham yoqdi, bu qishloqqa klinik ham yoqdi. Unoq javonlar bor, masalan, shaharlarga boradi, o'qiydi, yo ustozlar bor, bo'lak doktorlarimiz bor. Valla klinik bu gaplar yoqdi, qishloqqa yoqdi, xeyli kamitlik. Masalan, suv yo'q edi hali. Bir quduq qozib beribdi davlat. Shu fe'lan ham xarob bo'lgan, suvni ham ko'p azobkamiz biz mardum. Goy chiqadi, goy chiqmaydi, xeyli azobkamiz. Mana shu narsalar xeyli kamitliklarimiz bor. Mana saraylarimizga mushkuloti ko'pdi. Borib kelishga xarobligi ko'pdi. Ko'p qishloq qamlar kirtay o'zlari nima qiladi, shu saraylarni o'zlari hamkorlik qilib so'tadi. Va davlatdan xohishimiz shuki, shu hamkorliklari mardum bilan bo'lsin. Shu saraylarga va mardumga javonlarga bekor yuribdi fe'lan. Yashash joylarimiz bor. Javonlarning vatishga aloqasi bor, iqtisod zaifdi. O'zim xo'shbaxtona bir yil bo'libdi, Erondan kelganim. Shu yerga Respublika Almorga klub ochibman. Iqtisodi mardum zaifdi. Masalan, iqtisodi bundan zaifligi psikologika behi zaifdi. Psikologni o'zim ko'p vaqt o'zim himoya qilaman javonlarni. Dumay aytadi bizga motor bo'lmasa, osoyil bo'lmasa qishloqdan kelib biza muboriza qilsa aloqasi ko'pda. Xo'shbaxtona bola libos vardishi u iqtisodi moldan zaif degan. Bola bo'ladi, Xudoga shukr buloqra kasoyik iqtisodidan pullar bo'lsa keladi, iqtisod zaiflar kelolmay xo'sh. Xayr bo'ling, tashakkur va xush kelibsiz. Men salomim tamom do'stlarga yetishtirasiz. Kasoyki sizni chayinalizdan bizani ko'radi. Salomimiz bor. Xushol bo'ldim. Birjon sifat sizdan. Meni otim ismim Abdullo. Viloyat Faryobdan bilan Mulisvoli Almor. Qariyay Qaratanadan. Berga bu qishloqqa bir jamiya katakon, ya'ni Almorga bir qishloq katakon tila maqsad berga 600 uy avlisi bor. Yo, ne kliniki bor, ne maktab bizda mutassifona bulardan mahrum biz. Klinik va maktab yo'qligidan bizda xila mushkulotga bizdan xila maqsad 3-4 kilometr uzoqki, klinik taqriban 7-8 kilometr uzoq. Bizda yerga behi mushkulotga biz qishoyiga daryoga suv keladi, bizda baxtdan borarga xila mushkulga qolamiz. Maktabga hamchinon bachalar xila oftobga maqsad suvzonga qo'yib boradi, 4 kilometr uzoq maktabam. Bizga ashaddan zaruratki shu maktab va klinik. Mardum ham ko'proq maqsad baxshi ziraatga ishlaydi, moldorlikka va ziraatga. Maqsad yaxshi, qavunga va moldorlikka bad emas, nisbatan yaxshi. Hosilot mardum bug'doydan, polizdan, poliz nisbatan yaxshi edi, vali bug'dakka kambud obimiz bor edi. Bug'doylar qo'ydik, kambud suvimiz bor edi. Saraylarimiz ham mushkuloti ko'p, maqsad xilat nimasi bor, bu riyandozi bo'lsa va boshqa bu jadvallarga xila mushkuli bor, sellar keladi, bizga xila bu mushkul tamom bo'ladi. Javon basharlar ham ko'proq bekor, maqsad mushkuloti buni bir dars yo bir maktab bunday narsalar yoki javon bachalar unga boyat tayinlamay ta'sil qilsa, hop mushkulot ham yil ham uzoq kana maktabga borib kelsa. Maqsad ko'proq bekor bilan Eron ham bunday bo'ldi. Eronga ham qochoqqa borib keladi, ya'ni puli yo'qdi, iqtisodiy yo'qdi, pasportga borib kelsa. Hali Eron ham kana bunday mushkul bo'ldi, javonlarni chiqardi, xila mushkulga degan maqsad iqtisoddan, kordan. Fe'lan mas'uliyatlari bekorlik degan maqsad ana shu otasiga yo'q baqqa bir hamkorlik qiladi ziraatga, o'li ko'p, ya'ni 80% bekorlik. Sargarimi ham mana shu maqsad bir futbol, boshqa unda bir sargarim yo'q. To'p o'ynaydi ana shuni bir. Men taqozom shuki maqsad maktab kelsa, bu himoya qilsa, shu bir klinik kelsa, javonlarga bir kor yo biron
narsa degaki beri ketsa boyat javonlar o'sha narsaga mashg'ul bo'lsa. Otim Ravzaddin Farzand Abdulaziz biza viloyati Farg'ona Ulusvoli Almor qariya qaratanadamiz. Qaratana mardum bir dehqonkor mardum deb taqriban bir 7 masjid 400-500 ahli zindagili qiladi. Vaziyat ham bilan normal maqsad emas. Dehqonkor mardum kushavarzilik qiladi, tarbiz qag'on va bug'doy ekadi. Shu narsalar bilan mas'uliyat ko'proq. Mushkulot avvalo mushkulot bilan Almorga bilxusus Almorga katta bir bizdan qishloqimizga emas, suvdan ko'p bir mardum kamdodli ziyod, hamchinon dars va ta'sir shu narsalardan bexabar ziyod. Darsdan ham bachchalar ko'p valo marhum raqam degan borib keladi, vaziyati ko'p xarob bo'lgan bir kurslar bor. Shuni rasidali bo'lmaydi deb qo'yaman. Ko'p valo ko'rib o'tiribsizki, masalan, nechta sho'rga voqeda kursga boshqasi bekormish ko'chalarga aylanadi sargardon. Klinik yo'qdi berga. Klinik faqat markazga bor. Bexiva hamani kecha bilingi bironta marz bo'lganda bo'lsa majbur shordan kelsa klinikka markazga. Faqat bir dona klinik va markazga ulusvolikka. Hadaf kendi fe'lanki Irondamki vaziyat vaqim bo'lgan, Kitardan xalos bo'lgan mardumni amma mavjudlarniki xabaringiz bo'lsa shot chiqardi fe'lan. Jolam ko'palasi Ironga edi, radmarz bo'lib keldi, biroq sozlari keldi. Bekor degan. Adam hamchinon oyandasiga fikr qilmay bironta bizadek fikr qilgan bo'lmasin. Otim Naqibullohni Qaratandan bilaman. Bu yerga 300 dan ko'proq taqriban voybo zindagini qiladi. Holati avvalanga mana suvga ko'p ehtiyojimiz bor. Bir qudug'imiz bor, quduq ham xarob bo'ldi. Mana shundan kirtay shu ehtiyojimiz ko'proq suvga ehtiyojimiz bor. Mana bu pastda qishloqdan keladi suvda ham mushkulot bu suvga bor. Bali, suv qurgan. Suvga ayni bordan beri havzaga kelmaydi, qurib yotgan havzalarimiz. Mana ko'rmaysiz, ko'rib turasiz, mana suv marni ishlaga keltiradi. Ana shu suv yo'qligidan shunaqa mazab qilamiz. Ana shunday mushkulotlar ko'p. Avvaldan bizga cheshma yo'q edi, shunday daradan keladi havzaga. Olib mardim shu kishivarchidan ko'p qo'l tumamday suvlar chiqib tutanimizda shu barana suv ko'tariladi havzaga. Suv ish kelmaydi shu vaqtda. Issiqqa masalan, qurgan. Daradan suv kelmaydi, bir davlatdan bir quduq qozib beradi, bu ham bir necha vaqt bo'lgan xarob bo'lgan, suv chiqmaydi. Bu kamchilik mardimga eshitmaydi mushkulotga. Zindaga mushkulot. O'zim mana bir mavzudan bor, unga ham shu maqsad ishim shu yoqda biladi maqsad. Zindaglik degan maqsad kamtash o'tadi degan. Boshqa mardon kishivarchilikni sagirdan onasi. Baqa Eronga keldi, bas bekor. Holat bekorlik ko'proq degan. Kishivarchilikdan maqsad yaxshi edi, unda bad emas edi. Maqsad bo'ladi, maqsad ekanga. Maqsad kamutum bo'ldi maqsad. Ko'p emas edi, maqsad bo'ladi. Maktab kunligi kavam shu bizga yo'qaylan. Kunlikka marz olib bo'lsa, masalan, bozor ketadi, bo'lmadan viloyat ketadi. Maktab mana qishloq degaga bor. Bir qishloq dega uzoqqani o'rib ketib, oqim bo'ladi, o'rib ketadi. Maktabga beran joy bergan bor, hech kim aytgan joy beraman deb. Darxos biza beradi, unda emas. Ammo tuzatib beraman deb hech kim keyin biza joy bersak. Mushkulotga qolamiz, zimistonga bexilloy bilan mana shuni mardim o'zi talagan millat. Jag'alanozlik qilgan biltirish zimistonchiga. Ana endi mana ko'chadan bexilloy bo'ladi. Zimistonga mushkulotlik ko'proq deganim. Saraylar jag'alanozlik o'rnida yaxshiroq bo'ladi. Taqozomiz shu davlatdan kelib masalan ko'mak qilsa bizga kirtay, rohatroq bo'lsa yaxshiroq bo'lamiz. Millatga kirtay, zimistonga yaxshiroq bo'ladi, mutarsilga, borib kelarga sarayga loy bo'lmasa. Shu taqozomiz bor davlatdan ko'mak qilsa. Men Iskandarman, Ulusvoli Almor qariya Qaratandan bilaman. Kam bor bir 300-350 voy bor. Shu zindagilik qiladilar. 7 masjid bor. Maktabi, shaxsiy maktab yo'q. O'qimban maydoniga bir maktab bor, o'sherga borib keladi shu maydonga. Taqriban bir 2 kilometr, 3 kilometr keladi. Yerdaga ham bir 20 daqiqaga borib kelar, borar. Bergaman shu termon qurib shu yoqqa mardumlar bir so'hlati uchun. Ham bir
bir oydan ko'proq bir yarim oy shunaqa bo'ldi. Masafa ham bir borgani bir 6-7 layla bo'lgan. Shu tarmayda shu bilan shu yo'l qilib shunday qilib yuvib, shunday qilib tartamiz, tozalab. Yani ilgari tozalanadi, sonra yuviladi, sonra bir andoza qo'yiladi, ko'cha bir 3-4 soat yo 5 soat yo ko'proq. Sonra u suvni o'ziga olgandan sonra yana pastorga un qilinadi. Yerga bor biz 3 ta 4 ta bo'lib maydachalar buni. 26 ta. Bu barpelanki nimaga urinadi, zinda qilib boradi mutullaga. Moqda ham shu qariyalardan bor, No'g'ayli, Qaratana, Oxunboba. Mana bu Xorason bor. Shunday Qaratana shu sovuqdan qolgan ekan albatta qaysi bir nimasi shunday. Suv yo'q edi, suv dokor o'rga bir nima qilgan, cho'qozgan, o'shani vaqqa intihol berib, tepaga zaxira tuzatgan. O'shani shu 360 shir shu o'ylaga shirkashlik qilib o'tgan. Hozir sho'rplar faol ish berib to'xtabdi. Suv maqsad bo'ldi, to'xtabdi. O'sha faol bo'lsa suv bo'lmadi-ki, zo'ringlar kambutot bo'lib beradi, yo'q. Yerlarimiz shunday bir jag'al taylanib o'tgan, maqsad sho'rsozlik bo'lib to'xtabdi qo'li. Javonlar mana aksarisi bekor, sho'li bir kori sayi yo'q. Endi Eron ketgan, ana shu xorij shaharlarga boradi, keladi, bergan bir kori dehqonchilikni qiladi agar bo'lsa, zamini bor nafarlar. Ko'p kelgan xonavodalar, ketganlar kelgan emas. O'zimizning davlatdan ana shunday bir kamko'talik mardimga nima bo'ladi, o'shanga rasidalik qilsa yaxshi bo'ladi, maqsad. Har qancha sho'rga ish bo'lib to'xtasa, mardim ahliga o'g'ri bo'lmaydi, maqsad. Har kim o'zi bilan o'zi bo'lsa, o'z og'irini o'zi ko'tarsa. Yana bir taga ehtiyoj bo'lmasa, ana shularni yuvib tozalab, uni bu do'lga taylaymiz bordan. Bunda qazora bu yerdan ushkarga olib ketadi nimaga. Uni bu yerdan keladi bu joqqa. Ora bo'lda o'tib raqam balangan. Oradan o'tib zo'ravarga do'lga tushadi nimaga. Zariya javo kashlamini ham raqam o'rga nima qilib qol beradi bir-birovga. Mana shu bog'daydi, mana shu yerdan indan mustaqim keladi shu joqqa. Sonra un bo'lib pastga nimaga o'tadi, pastga nimaga. Mana bu tabdillari bor, kipaydi vaqqa tabdil qilib. Aziz va qadrli ko'ruvchilar, bugungi dasturimizni shular bilan tamomlaymiz. O'zbek TV bilan bo'lib, kanalimizni subscribe qiling.